Kuni kecha Surxondaryo viloyati hokimining taklifiga binoan Afg'onistonning Balx viloyati gubernatori boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Mehmonlarni Aerotom chegara bojxona postida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Afg'oniston masalalari bo'yicha maxsus vakili, viloyat hokimi hamda bir qator rasmiylar kutib oldi. Hozir shu haqda. Balx viloyati gubernatori boshchiligida viloyatimizga tashrif buyurgan 30 dan ziyod Afg'oniston delegatsiyasi dastlab viloyatdagi Al-Hakim at-Termiziy ziyoratgohida bo'lishib, shundan so'ng esa ayni vaqtda Sherobod tumanida joylashgan Imom Termiziy maqbarasini ziyorat qilishmoqda. Ziyorat chog'ida Qur'on tilovat qilinib, marhumlar xotirasiga duo o'qildi. Shuningdek, mehmonlar mazkur majmualarda yaratilgan shart-sharoitlar va kutubxona faoliyati bilan yaqindan tanishishdi. Bizlarning yagona ehtiyojimiz shuki, inshaalloh mana shu bizlarning ham Afg'onistonga ziyoratlar ko'p. Imom Termiziy, Imom Buxoriy, Abi Davud har qaysilarining shogirdlari, rabitalari, masalan, Imom sohib Hidoyat sohib bo Marg'inoni sohib, Abu Mansur Maturidi sohib bor, Abu Lays Samarqandi va hammalarining ustoz shogirdlari Balxdan bor. Xudayli bin Ayvaz bor, Muti Balxiki Imom Adab samti shogirdlari. Faqat shu Afg'onistonda ichi avliyolari, sizda avliyolaringiz, ulamoları bizde ulamalarımız, onların kattalari, sizin kattalaringiz, onların podshohlari, sizin podshohlaringiz hammasi mushtarak. Hech lihozda bir juda bo'larday joyi yo'q. Faqat siz shu Afg'onistonga qilgan ishingizni fikr qilingki, shu O'zbekistonga qildingiz. Bir madrasa qurishadi, go'yoki O'zbekiston qurishadi. Agar masjid qurishadi, sho'roq qurishadi. Sarab qurishadi, pulcha qurishadi, har narsa qurishadi, shu Afg'onistonga qurishganingizda faqat bilingki o'lmangiz. Bundan tashqari Afg'oniston delegatsiyasi uchun rasmiy qabul ham tashkil etildi. Uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish hamda Termiz xalqaro savdo markazi imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali O'zbekiston va Afg'oniston tadbirkorlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish masalalari ham muhokama qilindi.